Siz ham yo'sinlar mavzusiga zo'r tushunmayapsizmi? Men sizga ochiq yig'ilib tushuntirib beraman. Demak, yo'sinlarimiz ikkita qismdan iborat: sporofit va gametofit bo'g'inlardan tashkil topgan bo'ladi. Gametofit bo'g'in bu sporadan rivojlanadi. Ular rizoid, barg va poya qismlaridan tashkil topgan. Endi ularda antirediy va arxigoniy degan qismlar bor. Antirediy bu erkaklik, arxigoniy bu urg'ochilik hujayralar hisoblanadi. Bularda chanchi urug'chi degan tushuncha yo'q. Demak, antirediyda erkaklik hujayralar bo'lganligi uchun spermatozoidlar rivojlanadi. Spermatozoidlari ikki xipchilli. Arxigoniyda bo'lsa kolbasimon tuxum hujayra mavjud. Qachonki suv bularni to'ldirganida, keyin spermatozoidlar tuxum hujayraga qo'shilib zigotani hosil qiladi. Zigotadan endi mana bu sporofit bo'g'in rivojlanyapti. Sporofit bo'g'in sporangiy band va sporangiydan tashkil topgan va mana bu sporangiyning ichida sporlar yetiladi. Qachonki sporlar ochilib shu yerga tushganda, endi bizda gametofit bo'g'in rivojlanyapti yana. Endi sporofit bo'g'in heterotrof usulda oziqlanadi va resessiv bo'g'in, ya'ni kuchsiz bo'g'in jinsiz ko'payadi, zigotadan rivojlanadi. Endi gametofit haqida gaplashadigan bo'lsak, gametofit bu avtotrof, dominant bo'g'in, ya'ni kuchli bo'g'in, bir uyli ikki jinsli hisoblanadi. Ya'ni bitta tubda joylashgan, ikkita jinsi ham bor degan ma'noda va poya bargga bo'lingan. Barglari bo'lsa, mana bu barglar bir qavat bo'ladi va bu sporadan rivojlanadi. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'linglar.